Ushbu loyiha Mingkredit bank hamkorligida Andijon viloyati Jalaquduq tumani Hasanqovoq MFda 5944 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz ekini ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar bo'lib, uzunligi 200 metr, bo'yiga esa 50 metr tashkil qiladi. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan holatda bo'lib, ekinlar yetishtirish 100-120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'orilib, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirildi. Ushbu loyihaga 56 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun o'rtacha 15 sotidan to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor qilib Asal biznes hamkorligi MChJ tanlab olingan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 60-70 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekinni yig'ishtirib olgandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib borish reja qilingan.